Chet elga chiqsang nimalar bo'ladi? Hech kim so'ramasa ham gruppaga video tashiysan. Men hozirgina Finlyandiyaga kelib qo'ndim. Gruppadoshlaman Germaniyadaman. Sizlar ham kelinglar deb o'zingcha yaxshi niyat qilib qo'yasan. Ilohim hammanglarga kelish nasib qilsin. Bo'pti. Ilohim kelolmalar sizlarga viza ham bermasa kerak o'zim. Qarindoshlarga tashadim, sindoshlarga tashadim, toshkentliklarga tashadim, yana kim qolib ketdi? Kampirlar gruppasi qolib ketdi-yu. Kampirlar, qaranglar, men mashtaman. Kimdir video vizitdan telefon qilib qolsa bormi? Ha, o'rtoqman Fransiya deydim, nima gap? Storieslarni endi вообще tindirmaysan. Bo'ldi, qizlar, boshqa Yevropa haqida gapirmayman. Hop, Skandinaviyaning u yoqda hamma sharoiti bor ekan, lokatsiyasi ham zo'r. Yo'q, sen maqsad qilganmi, nimadir bo'lgan. Voy, xafa bo'ldi, gapirmaylik. Orqamdagi Disneyland. Biz odam bo'lmaydi, sen odam bo'lmaysan. Bo'pti qizlar, men gruppadan chiqib ketaman. Men ham chiqaman. Xayr. Menga ham kerak emas, ketdim gruppadan. Jonga tekkaningdan hamma gruppadan chiqib ketishni boshlaydi. Sen bo'lsa Yevropaga kelinglar deb yangi gruppa ochasan. O'zbekistonga qaytganingda hamma qutuldik deb o'ylaydi, lekin sen uyma-uy yurib, "Assalomu alaykum, keling, men kecha Yevropadan keldim, keling sizga aytib beraman o'z haqida." Xullas, Yevropa ayniqsa Yo'qol, hayotimdan chiqib ket. 3 kundan beri shuni aytib yuribsan. Jonimga tegdi. Tur, yo'qol ket. yana kimga maqtansamikina? Bilasizmi, Yevropada mana shu ishlarni hammasini o'zligi qilishadi. Alohida qilib sizga umuman ish o'tdi. Tak,